Damas'dan zerikkan obunachilarimiz uchun Jemdan ajoyib taklif. Damas Mon. Bu mashinamiz 2026-yili fevral oylarida sotuvga kuzatilyapti. Bu mashinamiz Volkswagen Caddy, Lada, Larguslar bilan bemalol raqobatlashadi. Narx jihatdan ancha ustun, arzon narxlarda. Bu mashinamizning afzalliklariga keladigan bo'lsak, alohida ikkita aerobaglari bor. Bu mashinamizda hattoki pultlari ham bor deydi Marat aka. Bu mashinamizda abezlari bor, konditsionerlari bor. Mashinamiz juda ham ideal holatda. Ko'p farzandli oilalarga 7 o'rindiqlik, orqa sidinasida ham bemalol yoshi katta odam bo'ladimi, bo'y baland inson bo'lsa ham boshlari tegib qolmaydi. Ancha-muncha tadbirkor akalarimizga tavsiya qilsanglar, olib maza qilib minadigan, uzoq safarga chiqadiganlarga juda ham qulay taklif. Bu mashinamiz hozirgi kunda narxlari endi dollarga aytganimiz yaxshi 12800 atrofida dollarda bo'lar ekan eng full pozitsiyasi. Buni eng arzon pozitsiyasi 11100 atrofida bo'lar ekan. Bu mashinamizda diskalarga alohida 14 dyumli diskalarga taqilgan. Bu mashinamiz 1.5 atmosferli motorda bo'ladi. 6 ta uzatma qutisidan mavjud. Skorsiga keladigan bo'lsak, aytganimizdek pultlari bor. Mashinamiz juda ham ideal holatda, oynalari ham knopchni tushib chiqadigan holatda. Mashinamizni tavsiya qilamiz. Iloji boricha hozirgi kunda sekin-sekin Jem aralashgan narsalar zo'r sotilyapti. Oldin qizlar yetekkan qo'qadi, hozir bolalar qo'yapti. Chunki qizlar betarbiya. Ota-onasi chatari qizlardi, to'g'rimi o'rtam mana? Chunki jichi urush bo'lsa, qaynota kelyapti qiz tomon kuyov bilan urushgani. Oldin bizni paytimizda qaynatalar biz dadamizning uyiga arazlab borsak, urib borib qo'yardi-da qaytarib. Hozir ular bo'lmayapti. Ikkita bolani Turkiyaga, Dubayga ketyapti ishlagani. Kuyovda alimentga beryapti. Siz baylanyapti kuyovlar. Shuning uchun balkim qo'rqyapti, yaxshi qizlar ekan. Mana Xitoyliklar mana o'zbekdan urib, mana boshlarini yorib tashyapti mana bola, shopir bola. Mana bu Sardor Chinozdan mana bola. Mana Xitoylik